Assalomu alaykum dada. O'g'liz 1 yillik xizmatda o'tib keldi. Akra, skeman o'tlar yulgin, o't. Xo'p bo'ladi. O'rtoq dada, o'g'liz 1 oylik xizmatni a'lo darajada tugatib, bag'ringizga sog' omon qaytib keldi. O'g'lim, yaxshi keldingmi, o'g'lim, qiynalmadingmi? Qiynalib ketdim dada, yomon deyin aka 1 oylik. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Xabar ham ololmading. Yo'q dada, qiynalmadim. Yaxshi hammasi. Qalay bo'ldi xizmat? Qiynalmadingmi? Ha dada, xizmat qattiq bo'ldi. Ayam to'yga ketding. Ayam yopgan nonlar yomon sog'indim dada. Ha, o'zi 1 oylikka borning, 20 kun non olib bordimki men. Bormagan kunlari sog'inib qoldim-da. Hozir olib chiqaman. Sutam. Menga qara, bu 1 yillik xizmatda parashyutdan sakradinglarmi? Ha dada, 1 yilda 2 marta sakradim. O'g'lim, anaqa parashyutdan sakradingmi? Ha, parashyut yomon bo'ldi dada. 29 kun parashyutdan sakradim o'zi ham. Ha, sen 27 kunda kelding. Ketadigan kuni vaqt o'tkazgani ham sakradim-da. 5-6 marta sakradim bir kunda. Orada parashyutsiz qora salabani tushib ham sakrab yubordim-da. Ha, yomon xizmat qildim.